Biz 15 yillik qadrdon do'stlar edik. Lekin hammasi mana shu voqeadan keyin o'zgarib ketdi. Kelinglar, yuklarni tushiraylik. Menga og'ir narsa berib qo'ysinlar. O'sha yerda o'rtasini to'g'rilab. Salkam Shvetsariyadami? Zohir! Ha, Qo'yga telefoningni qarashmaysanmi? ha, hozir. Qarash. Sen ham qaramaysanmi? Voy, men nima qildim senga? Bolalar, men shundoq shaharga tushib chiqaman, 1 soatga ishim bor. Va qayerga tushib chiqasan, o'zi endi keldik-ku. O'ta rohat tushguncha pista chaqamiz. Nima bu? Sardor pistalari bittasi tuzli, bittasi tuzsiz. Ollaring. Tuzlisi bor-ku, lekin meni har doim labim yorib tashlaydi, o'rtoq. Baraka topkur. Bu oddiy tuz emas, dengiz tuzidan qilingan. Yo'q, Hajmini hepti ko'rlaring mana. Chaqib ko'r, donalari saralangan. Ana qara telefonda o'tiribdi yana. Ber bu yoqqa telefonni, jonga tegdi, no. Ber telefoningni. Ber telefoningni sanam. Nimaga? Mana, qara, o'zimnikini ham qo'yib qo'yganman. Xullas, 15 yildan beri bir-birimizni juda ham yaxshi taniymiz-da. Bitta o'yin o'ynaymiz, ha. Agar kimgadir telefon bo'lsa, shunda ovozini chiqarib hammaning oldida gaplashadi. Hech kimni berkitadigan narsasi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri, bekitadigan narsamiz yo'q. Balki kerak emasdir. Telefonimni olib ber. Nima berkitadigan nimadir siring bormi bizadan? Yo'q, prosta g'alati-da. Hammasi joyida, zo'r bo'ladi. Dam oling-lu. O'yin buzuqlik qilmagan o'ynaylik. Yo, kimniki bu?